Assalomu alaykum aziz kitobxonlar. Bugun sizlarning e'tiboringizga Gabriel Garcia Marquezning Yolg'izlikning 100 yili asaridan parcha havola etaman. Marquez o'zining bu kitobida haqida shunday yozadi: Yozganlarimning ichidan Yolg'izlikning 100 yili romani chiqarib, yoqib tashlagan bo'lardim. Men bu kitobni yozganimdan uyalaman. Chunki menga ma'lum sabablarga ko'ra uni yaxshilab yozishga vaqt yetmadi. Ammo yozuvchi o'zidan qanchalik ko'ngli to'lmasin, asar dunyo adabiyotida tub burilish yasadi. Chunki Marquezgacha insoniyat muqarrar yolg'izlikka giriftor qilgan baxtsizlik sabablari hali adabiyotning bosh mavzusiga aylanmagan edi. Makondoda dastlab hamma o'zaro teng, baxtli saodatli, to'kin sochin dasturxon atrofida farovon hayot kechirardi. Bunday dorilamon kunlar uzoq davom etmaydi. Aziz kitobxonlar, Gabriel Garcia Marquezning Yolg'izlikning 100 yili asari sizlarda qiziqish uyg'otgan bo'lsa, Sharof Rashidov tuman axborot kutubxona markaziga kelib mutolaa qilishingiz mumkin.